Bugun mehmonga hozir trendda yurgan qizni chaqirdik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Здравствуйте, спасибо. Bu yo kishim o'zbekcha tushunadilarmi ish qilib? Hozir bilib olamiz, siz o'zbekchaga tushunasizmi? Что вы сказали? Я не понимаю вас. Onasini yemsin, nima deyapti bu? Men senga aytdim, ruschani o'rganinglar deb. Ana endi o'tir og'ziga qarab. Ты меня понимать? Да поняла чуть-чуть. Qolganiga nima deyman endi? Bo'ldi endi, gapiraver o'zbekchada. Nimaga uni chaqirganimizni tushuntir unga. Xullas, seni bitta gap aytishga chaqirdik. Чё, не поняла вас. Ashulang jonimizga tegdi. Yana telimdan chiqsang otaman shuni senga. Ja urushib tashlama endi. Shu bahona ruschani o'rganamiz. Вот это, пра. Vilna. Ну, обезьяны, ну погодите.